Assalomu alaykum asal qizlarimiz. Bugun sizlar bilan har xil turdagi bulochkalarni qilaman. Bulochkani xamirini oddiy sut, droji, margarin, shakar, ozgina tabga ko'ra tuz bilan qildim. Hamma biladigan bulochkani xamiri ozgina oshgandan keyin shunaqa har xil qilib tugasizlar. Men ichiga mana shunaqa jem ishlatdim. Keyin har xilcha qilib tugib oldim. To'g'risini aytsam, xamirlarni tugishga uncha o'quvim yo'q, lekin juda ham mazali chiqadi. Shunaqa ozgina uncha chiroyli bo'lmagan bo'lsa ham, zato bu yoqda ham bitta qo'lda qiynalib video oldim. Mana shunaqa aylantirib o'rab olasizlar. Mana shunaqa chiroyli chiqadi. Keyin 180 gradusda oldindan qizitilgan duxovkaga sovolamiz. Ichidan ozgina jemlari ham oqib ketadi. Lekin nicho, ikkinchi nachinkasiga tvorog tanladim. Tvorog shakarni aralashtirib, shunaqa qilib chiqasizlar. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham asal, do'mboq, yumshoqqina bo'ldi. Tvoroglilarimiz ham tayyor. Hammaga yoqimli ishtaqa. Video yoqqan bo'lsa, bitta like qoldirib ketasizlar.